2025-yil 24-noyabr ijtimoiy fanlar yo'nalishida Sharof Rashidov tuman 17-maktab kasbiy rivojlanish soati tadbirlari o'rganildi. ChatGPT o'zi hamma jamoatda ChatGPTdan foydalanish. Buni nafaqat biz uchun juda ham foydali tomonlari, ko'p imkoniyatlar. Misol uchun ommalashtirish bo'lyapti o'qituvchilarchilarda. Biror bir mavzuni ommalashtirmoqchimisiz, o'sha ko'proq ChatGPTdan bizdan ko'ra ko'proq o'quvchilar foydalanyapti ChatGPTdan. O'z shaxsiy hayot haqida maslahat olyapti, boshqa qilyapti. Biz uchun foydali tomonlari juda ham ko'p, lekin yoshlarimiz o'quvchilar o'rtasida kecha tushuntirish aniqida o'quvchilar o'rtasida ziyonli tomoni ham bor. Misol uchun o'zini shaxsiy hayot haqida ma'lumotlarni so'raydi, keyin sun'iy intellektidan, dardini aytadigan o'zi demak intellektiga bog'lanib qolyapti. Oxir-oqibatda yomon oqibatlar keltirib chiqaryapti. Shuni o'quvchilar o'rtasida tushuntirsak juda ham yaxshi bo'ladi. Misol uchun tarix birinchi BS bilan javoblarni jo'nat debdi. Tayyorgina javob qo'yibdi. Dangasa izlanishdan to'xtaydigan qo'yibdi. Uni o'quvchilarga tushuntirgan paytimizda o'quvchilar o'zi salbiy ijobiy tomonlarni juda ham yaxshi, bizdan ham yaxshi shuni aytib bera oldi. Keyin o'quvchilar uchun ham o'quvchilar uchun ham. Misol uchun men kecha O'zbekistonning tarixlarini har bitta chorakda bittadan huquq mavzusi, tarixda huquq mavzusi qo'yilgan. O'zbekistonning tashxis bundan foydalanamiz. Misol uchun hozir ko'rdik, sun'iy intellektda o'quvchilar uchun juda ham zo'r narsa. Ozodbek Nazarbekovni Uyg'on o'g'li. Hozir ko'rdik, bularga tushuntirdim. O'sha dindan xoli bo'lib uyg'onib, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, jadidlarimiz hammasini sun'iy intellekt orqali agar o'qisangiz jonlantirib qo'yganini hozir bularga ko'rsatib tushuntirib berdim. Biz uchun foydali tomonlari juda ham ko'p.